Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz uchun qadrdon bo'lgan ukaxonimiz Kamoliddinning tug'ilgan kunlari. Biz guruhimiz nomidan Kamoliddinni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ularga uzoq umr, sihat salomatlik va oilaviy baxt tilaymiz. Ahli ayollari bilan qo'sha qolsinlar. Farzandlarini rohatini ko'rsinlar. Farzandlari ham din islomga, ona vatanimizga xizmat qiluvchi ulug' olim va olimalardan bo'lishsin. Baxtlariga duogo'ylari, padari buzrukvoylari omon bo'lsinlar. Onalarning ruhlari shod bo'lsin. Bir nomi chiqqan sarkarda bor ekanda, haligi sarkarda bitta qilich bilan jangga kirib doimo g'olib bo'lar ekan. Oradan ancha vaqtlar o'tgandan keyin temirchini oldiga kirib haligi sarkarda menga bitta dubulg'a bilan sovut yasab ber debdi. Temirchi hayron bo'ldi. Sizga qilich bilan jangga kirib g'olib bo'lardingiz-ku, bitta qilich bilan. Sizga dubulg'a bilan sovutni nima keragi bor degan ekan. Ana shunda haligi sarkarda aytgan ekan: "Meni ota-onam o'tib ketishdi olamdan. Ularning duolari menga dubulg'a bilan sovut edi" degan ekan. Men bu gapni aytishdan maqsad Kamoliddin, siz juda ham baxtli insonsiz. Sababi oldingizda duogo'yingiz otangiz borlar. Ularni duolari bois siz yuksak darajalarga erishyapsiz. Mana siz qanchadan qancha ishchi o'rin yaratdingiz. Qanchadan qancha odamlarni qora qozonlari qaynayapti. Ular sizni duo qilishyapti. Mana bu tomondan otani duosi, mana bu tomondan xalqning duosi bois siz mana shunday yuqori martabalarga erishyapsiz. Biz sizni juda ham hurmat qilamiz. Alloh yo'lida yaxshi ko'ramiz. Menga sizday qalbi pok, saxiy insonni, yaqin do'st, suyukli uka qilib berganga Allohga beadad shukronalar qilaman. Ilohim do'stligimiz bardavom bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bosgan izlaringizga gullar to'shatsin. Doimo bo'lingiz sog'u salomat. Har bir tilaklaringiz amalga oshsin. Allohga bo'lgan muhabbatingiz yanada toshsin. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.